7 noyabr kuni davlat xaridlarini takomillashtirish mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbirda 400 dan ortiq ishtirokchi, jumladan yirik davlat korxonalari, vazirlik va idoralar hamda xususiy sektor subyektlari vakillari ishtirok etdi. Asosiy maqsad davlat xaridlari sohasidagi yangiliklar haqida axborot berishdan iborat. Bular sirasiga raqamlashtirish jarayonlari va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha erishilgan natijalar, davlat buyurtmachilari, tadbirkorlar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni kiritish mumkin. Davlat xaridlarini qisqacha aytganimizda bu katta bozor, ya'ni har bir davlat buyurtmachilari o'ziga ehtiyoji kerak bo'lgan tovarlarni shu bozor orqali xarid qilishni belgilab o'tilgan. Ya'ni bu aytgandek, o'tgan yil o'zida 248 trillionlik xaridlar amalga oshirilgan bo'lsa, shu platformalar orqali bu yil o'zida mana 9 oylikning o'zida 240 trillionlik xaridlar amalga oshirilgan. Tadbirimizning asosiy maqsadlaridan biri bu tadbirkorlarning davlat xaridlarida nima takliflari bor, nima muammolari bor, shu asosda ulardan ko'proq takliflarni olib, ya'ni keyinchalik shu qonunchilik agar zarur bo'ladigan bo'lsa, qonunchilik hujjatlarida tegishli o'zgartirishni kiritish masalasini asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida davlat xaridlari sohasida joriy yilda bir qator yangiliklar joriy qilindi. Qonunchilikda so'nggi o'zgarishlar Vazirlar Mahkamasining 476-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tizimdagi to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar, eng yaxshi takliflarni tanlash va tender savdolari shartnomalari to'liq elektronlashtirildi. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida xarid mobil ilovasi ishlab chiqildi. Bundan tashqari, hozirgi kunda tizimga sun'iy intellektni joriy qilib bormoqdamiz. Davra suhbati doirasida davlat xaridlarida tadbirkorlik subyektlari ishtirokini kengaytirish, bu jarayonni tenderlar orqali amalga oshirish va boshqa masalalar muhokama qilindi. Qilinayotgan ishlar bilan birga muammolar ham yetarlicha. Davlat xaridlarida korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik, ochiqlik va shaffoflikni kuchaytirish, elektron tizimlarni yaxshilash eng dolzarb masalalardir. Tadbirkorlar ko'rsatayotgan mavjud muammolarni inobatga olib, ularning amaliy yechimlarini belgilash ham eng asosiy vazifalardan hisoblanadi. O'zbekiston kooperatsiya portalida moderatsiya jarayonida bir-biriga to'qnash holatlar, ya'ni ikkita sertifikatlash organidan to'qnash holatlar kelib chiqdi. Agar so'nggi qaror buni barcha mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun chiqarilgan bo'lsa, nega ikkita sertifikatni bir vaqtning o'zida olish kerak? Bu tadbirkorlarga oshiqcha xarajat bo'lib, noqulaylik ham moddiy mablag' jihatdan ham vaqt nuqtai nazaridan juda ko'p sarf xarajatlarga olib kelmoqda hamda tovarlar realizatsiyasiga to'sqinlik qilmoqda. Bugungi hozir uchrashuvimizda mana shunga o'xshagan kamchiliklarni, ya'ni kliring tizimidagi oqsab kelayotgan holatlarni bartaraf qilish yuzasidan takliflarni ko'tardim. Tadbir yakunida davlat va biznes o'rtasidagi ochiq muloqotni davom ettirish, xaridlar tizimini samarali va shaffof qilish bo'yicha qo'shimcha taklif va tashabbuslar ishlab chiqilishi rejalashtirildi. Kelgusida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni sohada joriy etish belgilab olindi. Umid qilamizki, bunday muloqotlar davlat tashkilotlari va tadbirkorlar uchun samarali bo'ladi.